arziga jondan tavof etsam otamning toyini bor vujudim o'rtalab to'ksam nuriy vaqt yoshing otani onani yo'qotguningcha bilmas ekansan bu narsani dardini. Otam bir odatlari bor edi. To'ylarda shunaqa yigitlarga bir narsani tavsiya qilardilar. Men o'zim deganman bu ishda. Har kuni uyg'onib salom boshlab kirganimizda xonalariga kadayda duo qiling derdik. Shu duo qilish arafasida yugurib borib oyoqlaridan o'tib keyin ketardik. Iloyim shu narsani sizga tavsiya qilib qolaman. Iloji bo'lsa hozirdan boshlash mumkin bu narsani. Otani kim sog'indi?